Bu ana bu yergacha stol bezatiladi. İchida aliviya bo'lmasa bo'lmaydi. Har xil salatlar, soklar, nima xohlasang topasan. Faqatgina bir kunda yeb olishing kerak. Yana har xil korxonalar, korporativlar qilishadi. Otishadi. Yangi nima degani? Yer degani shu bayram kirib kelishi ajoyib qiladi dasturxon. Bujon biz yangi qilmaymiz. Bizda yo'q, bulardan ham bo'lmasin. Qani unda buzib tashlaymiz sahnani. Ura, shariyamiz bayramni tashlaymiz. Shariyamiz ura. To'xta-chi. Bularni qayergadir ko'rgandim. Sizni ham va sizni ham. Shoshmay eslab olaychi. Ha, esladim. Bu yer axir sport kollej-ku. Bir paytlar men ham bu yerga kirishni orzu qilgandim, ammo meni qabul qilishmadi. Rezultat yo'q deb. Mana endi rezultat nimaligini ko'rib qo'yasiz. Qani bolalarim, sahnani buzinglar. Siz uchun sovg'alar qizlar. Mana shunaqalik. Ammo mening bir shartim bor. Mening nevaralarim shu markazga o'qishga qabul qilishmasalar, bayram ham bo'lmaydi. Qani rahbaringizdan so'ranglar-chi. Husayn Ali Mahmudovich, iltimos, maylimi? Mayli. Assalomu alaykum. Yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarib,
sport maydonlarida fidoyilik bilan harakat qilayotgan aziz sportchi o'quvchilar. Yangi yil eshik qoqmoqda, yangi baxtlarga, ezgu tilaklarga chorlamoqda. O'tayotgan yilda yoshlar tomonidan san'at, sport, ta'lim va boshqa sohalarda yuksak marralar zabt etilib, qancha bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Bu yoshlarning shijoati, yuksak bilim va salohiyat egasi ekanligidan dalolat beradi. O'tayotgan yilimizda yoshlarimiz xalqaro ko'rik tanlovlarda, fan olimpiadalarida, sport musobaqalarida qatnashib, dunyoda O'zbekiston yoshlari hech kimdan kam emasligini, o'zbek xalqining buyukligini, buyuk ajdodlar avlodi ekanligini isbotlab, katta yutuqlarga erishdi. Bularning barchasi davlatimiz, prezidentimizning yoshlarga bo'lgan e'tibori va ishonchini qozonish namunasidir. Darhaqiqat, prezidentimiz kirib kelayotgan 2026-yilni mahallalarni rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qildi. Bugun biz siz azizlar bilan bu yerga yig'ilmadik. Bugun bayram, bugun tantana. Xuddi shunday, bugungi tantanamizni ochiq deb e'lon qilish va siz azizlarni bayram bilan tabriklash maqsadida markazimiz direktori Husaynali Mahmudovich Husaynovni davraga taklif etamiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli jamoa, hurmatli sportchilar. Shu markazimiz ish xodimlari, sizlardan bilan bo'lishib ko'rib kelayotgan 2026 yangi yil munosabati bilan tabriklashni ozgina vaqtlaringizni olaman. Shu 25-yilda qilgan ishlarimizni so'zini bayramdan oldin aytib, kelgusiga rejalar bo'yicha yangilarni aytmoqchi edim. Ruxsat hurmatli yig'ilish va bayram tadbir ishtirokchilari, avvalo sizlarni kutib kelayotgan yangi 2026-yil bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Yangi yil barchamizga sihat salomatlik, oilaviy osoyishtalik, yangi zafarlar va ulkan yutuqlar kelsin. Taqdirlash marosimimiz bor o'zingizga 2025-yil davomida jahon va Osiyo chempionatlarida hamda Prezident olimpiadasi sport musobaqasida muvaffaqiyatli ishtirok etib, sovrindor bo'lgan sportchi o'quvchilarning trenerlari fidokorona mehnati, kasbiy mahorati va o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashganligi sababli moddiy rag'batlantiriladi. Xo'sh, bir ro'yxatni eshitiraman. Jabborov Olim aka 3 million so'm man taqdirlandim. Mahmudov Shahov aka va stol tennisi Sharof Gulor aka. Satu. bilan taqdirlanadi. Aslonov Odil 1 million, Musulov Rifqat aka 1,5 million so'm pul taqdirlanishdi. Islom Sherzod Paraosiyo Dubayda bo'lib o'tgan musobaqada yuqori natijaga erishganligi uchun 2 million so'm. Geri chiqing. Sport play. To'liq hurmatli 1 million so'm. Va
sohada qilish sport turida yuqori darajaga o'tganligi uchun rahmat Kamol. Navbatni tabriklash uchun so'zni sport ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Fayoz Rasulovga beramiz. Assalomu alaykum hurmatli jamoa, barchalaringizni kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan, oilam nomidan, mana shu markazimizni jahon chempionlari nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Yana bizda bir nominatsiyamiz bor. Ruxsat bersangizlar, sportda erishgan natijalariga umuman Qorovuldan direktorigacha deymiz, har doim xizmat qilgan insonlarga bir taqdirlash marosimimiz bor. Shuni o'tkazib olsak. Sinan Mahmudish, keling. Shodiyeva Mashhura Nizomiddinova, tibbiyot xodimlarimiz. Kelinglar, sizlar formadaku. Kelinglar. Olinglar ularga egasiga hammasiga tarqatamiz. Bo'ldi. Keyingi nominatsiyalarimiz bo'yicha markazda ko'rsatgan mas'uliyati, mehnati va faoliyatini hamda sport bo'limida musobaqalarda borib kelish, ko'maklash uchun minnatdorchilik bildiradi. Habibova Feruza Olimova. Olatimiz. O'rolov Mohira G'ulomova. Kadrga ruxsat bermasangiz, hamon tushmaydi. Zulfiqorova Ra'no Samadova. Qodiyev Bahriddin Qo'tirovich. Sultonova Dilfuza Ahadovna. Fayziyev Alisher Rahmonovich. O'rinbosar Qahramonovna. Jodgorov Qahramon Muhitdinov. Ahmedov Farruh Qahramonovich. Binoron sport klubi treneri. Aslanov Akobur Abbosovich. Ashurov Akobur. Ana shu. Islomova Nilufar Sharif qizi. Ravshanov Olim Qo'shmurodovich. Nasriddinov Qo'shmurod Muhammad Aminovich. Namozov Sherzod Nasimovich. Teshayev Asliddin Dilmurodov. Asliddin. Halo, diplom, qani Farruh diplom, ey. Yaqin kurash sport turlari bo'yicha 3-o'rinni egallagan Ismatov Bekzodni chaqiramiz. Stol tenis bölümü. Sanatla bölümü olan
Saidovning xonadoniga. Qaranglar, qancha beryapti?
yangi yilda yangi sovg'alar, tabriklayman yangi yil bilan. Yana sizga shirin so'z bilan, she'rlar bitta yorug' yuz bilan, bugun yana bizlar siz bilan tabriklayman yangi yil bilan. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga nimadir qanday tuyulyaptimi? Yangi yil bayramini anchasiz va yana kimsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Albatta, qo'rg'usiz. Endi qani birgalikda davraga Qo'rg'oboni chaqiramiz. Assalomu alaykum aziz bolajonlar, hurmatli ustozlar va qadrli mehmonlar. Uzoq-uzoqlardan, qorli diyordan sizlarning qo'shiq ovozingizni eshitib keldim. Bugun men markazga yangi yil shukuhi va ezgu tilaklar bilan tashrif buyurdim. Bu yerda men kuchli, irodali va g'alabaga chanqoq yoshlarni ko'ryapman. Sizlarning har biringiz kelajak chempionlarisiz. Bugun men markazda yangi yil shukuhi va ezgu tilaklar bilan tashrif buyurdim. Bu yerda men kuchli, irodali va g'alabaga chanqoq yoshlarni ko'ryapman. Bolajonlar, men ham bayramingizga sherikman endi. Qani bir mahoratingizni ko'rsatinglar. Bu gal seni uzoqroq tutdim. Yo'llaringga mushtoq ko'rsatdim. Ba'zan shodlikni ham unutdim. Quvonch olib kelding yangi yil. Tunlaring ham charog'on bo'lsin. Har bir kuning farovon bo'lsin. Barcha kunlar shoh-shodon bo'lsin. Quvonch olib kelding yangi yil. Hamma yoqqa sochib oppoq qor, yer yuzine etkin beg'ubor, erishmagan orzularim bor. Quvonch olib kelgin yangi yil, eski yilda qolsin eskida, olam ahli yayrasin xursand, kutilmagan o'zingga monand, quvonch olib kelgin yangi yil. Все покрыто кружевами, елки, лавочки, дома, плещет снежными цветами, раскрасавица зима. Часы бегут быстрее, подгоняют время в год. Открывайте шире двери и пускайте Новый год. Добрый Дедушка Мороз, у меня к тебе вопрос. Как найти мне леса, где творятся чудеса? Где ты сам живешь, скажи, терем свой мне покажи. Ведь мне это неизвестно, но ужасно интересно. I hope my friends and family time eat a speak yourself and then visit a song and give a cheer to give a better happy new year. Take a doctors with an impact to see the happy festive stage. We make a wish and start right here to have very good new year. Bugun bog'chamiz tarbiyalanuvchilari tomonidan tayyorlangan bayram tadbirimizga xush kelibsizlar. Aziz ota-onalar, kutib oling, bog'chamiz qizaloqlari tomonidan tayyorlangan dagaling raqsi ishtirok etadi. Bog'chamiz qizaloqlar
Endi bog'chamiz qizaloqlari tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishiga navbatni beramiz. Qizil Qalpoqcha va o'rmondagi do'stlari. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda, uzoq o'rmon tomonda bir qizil qalpoqcha. U yo'l yuribdi, yo'l yursa ham yo'l yuribdi. Oldidan ayyor tulki chiqibdi. Tulki Quyosh bobo, oy bobo, peshonasi boy bobo. Quyosh bobo, oy bobo, peshonasi boy bobo. Boy bobo, boy bobo, boy bobo. ayyor tulki va qizil qalpoqcha do'st bo'libdi. Qizil qalpoqcha va ayyor tulki yo'l yuribdi, yo'l yursa ham yo'l yuribdi. Yonidan bo'ri chiqibdi. Bo'ri juda yirtqich ekan. Bo'ri qizil qalpoqchadan qo'shiq so'rabdi. Quyosh bobo, oy bobo, peshonasi boy bobo. Quyosh bobo, oy bobo, peshonasi boy bobo. Boy bobo, boy bobo, boy bobo. Qizil qalpoqcha, tulki va bo'ri do'st bo'libdi. Poklon, tazim. Hurmatli ota-onalar, bog'chamiz qizaloqlariga tayyorlangan ajoyib sovg'alarni beramiz. Rahmat. Men senga bir sir aytaymi? Qanaqasi? Xalatilikdagisizmi? Voy yo'q. Anaqa do'stlar bir-biriga aytadi-yu, o'shanaqasi. Aytchi. Menga ana u yerdagi kishi yoqyapti. Qaysi? Ana u kishimi? Yo'q, shu kishi. Nima uchun aynan u kishi? Chunki u kishi bizga juda ko'p yaxshiliklar qilib berishdi. Qanaqa yaxshiliklar? Bizga elektron daskalar berishdi, yangi stullar qilib berishdi, hamma shart-sharoitlar bo'ldi. Voy, buncha zo'r. U kishi qorbobonmi? Mana qorbobonni sizlarga bir gap aytaymi? Man menimcha qorbobonni topdim. Voy mana, soqol yo'q. Bu kishi zamonaviy qorbobon. Kelinglar, unda birgalashib rahmat aytamiz. Sahnaga yaqinda bo'lib o'tgan Prezident Olimpiadasi, Osiyo va Jahon chempionatida ishtirok etib, g'olib bo'lgan o'quvchilarni markazimiz faxrlarini taklif etamiz. Yangi atletika Talabov Davron Do'stmurodovich. Boks Islamov Muhammadali Hamzayevich. Boks Rajabova Rayhona Sadulla qizi. Boks Ruslanov Ikrom Ilhom o'g'li. Erkin kurash Sandikidis Denis Fyodorosovich. Erkin kurash Jo'ratulova Surayo Jo'rabek qizi. Erkin kurash Sandikis Yanis Fyodorosovich. Og'ir atletika Idiyev Erbek Oybek o'g'li. Og'ir atletika Bozorova Muxlisa Asror qizi. Yunon Rum kurashi Karimov Bekzod Shamsur o'g'li. Yunon Rum kurashi To'rayev Asilbek Zavqadinovich. Yunon Rum kurashi Shohnazar Nozim o'g'li. Yunon Rum kurashi Karomov Farid Feruzovich. Judo Karimov Bekzod Hasan o'g'li. Yusuf Stol tennis Ahmedov Xurshid Rustam o'g'li. Qilichbozov
Nazarbek Ilhomirli. Yunon-rum kurashi Karomov Farid Feruzovni. Yunon-rum kurashi Hamidov Sodiqjon Sobitqulli. Parayengil atletika Elmurod Islom Ikromovni. Parayengil atletika Baxtiyorov Farod Baxtidirovli. Judo Tumichiyev Adham Oybekovni. Kurash Hojiyev Shohrux G'olipovli. Hurmatli murabbiylar, markazimiz ish xodimlari, rahbarimiz tomonidan har bitta o'rin egallagan O'zbekiston Jahon Osiyo chempionlarini pul mukofotlari bilan taqdirladik. Jahon Osiyo chempionlariga 1 milliondan pul mukofoti. Idey berdik. İkinci nominasyamız. Voucher qani? Apacamlar. Apacamlar. Rano, ko'rga mi o'rnatdik? Shonazarbek Nozimoğlu. Nasıl? Şu. Karim Bekzod Shamshiroğlu. O'zbekiston chempioni Olimpiya cho'qqilari Prezident Sovg'asi ikkinchi o'rinni oldi. Yo'q, qarang. Akram Xo'shet Ustomoğlu. Ahmedov qo'shiqchi. Bu bizni faxrimiz. Prezident Olimpiadasi oltin medal sohibi. Tabriklaymiz. Karimov Farid Feruzoğlu, Yunon-rum sport turi bo'yicha Osiyo chempioni. Ana tepik. Hamidov Sodiqjon Sohiboğlu, Yunon-rum kurash bo'yicha O'zbekiston chempioni, Prezident Olimpiadasi kumush medal sohibi. Şut. Bitsin. İsminiz. Kalem. Amroboyeva Zarina Nurmatovna, Uluslar sport turi bo'yicha Osiyo chempioni. Cho'ponning bo'lgan. Ha. Yaktik niyomizga tutamiz. Ustozi chopon bilan taqdirlagan. Rahmatov Kamolning shogirdlari. Ibadullayev Asilbek, O'rta Qilichbos sport turi, bu ham Osiyo chempioni. 1 million so'm mukofot bilan taqdirlanadi. Nele? Hojiyev Adham Osiyo kubogida bronza medal sohibi. Judo sport turi. Tabriklaymiz. Bunu ver.
Shohruz milliy kurash bo'yicha Osiyo chempioni. İşler. Salohiddin va Dilnura Sobir qizi. Eyso. Osiyo chempioni. Böyle. Rustam Vikrom Ilhomoğlu. Boks bo'yicha Prezident Olimpiadasi bronza medal sohibi. Rajab Rayhona Sadullo qizi. Böyle. Bozorov Muxlisa Afzor qizi. Og'ir atletika bo'yicha Prezident Olimpiadasi bronza medal sohibi. Böyle. To'y Fasilbek Norum sport turi Olimpiya chempionlari bronza medal sohibi. Prezident Olimpiadasi ikkinchi o'rin. Qarang. Jo'raqulov Surayo erkak kurash sport turi bo'yicha Olimpiya cho'qqilari kumush medal sohibi. İsmatov Muhammadali Hamzayevich boks bo'yicha Olimpiya cho'qqilari kumush medal sohibi. Chempion edi, hozir yana qo'shimcha. Sandikidis Jenes erkak kurash bo'yicha bronza medal O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari. Aka-uka Yanis Denislarda ikkovi ham bilan bittasi oltin, bittasi uchinchi o'rin. Ikkinchi o'rin. Uchinchi o'rin. Qarang. Sho'rayeva Zahro Uzdo sport turi Olimpiya cho'qqilari kumush medal sohibi. Prezident Olimpiadasi. Nima kechgan? O'zikki mamlakat. Chempionada degan o'zbeklar. Talabov Davron yengil atletika bo'yicha Prezident Olimpiadasi bronza medal sohibi. Elmurodov Islom bizni mana Osiyo o'yinlari, keyin kichkina Olimpiyada oltin medal sohibi. 6 oltin bitta narsa qo'lga. Ustozga Abdullah Rahman. Qarang. Sandikidis Deniz oltin medal sohibi. Denis Ceyhun. Markazimizga birinchi oltin medalni kiritgan qo'shimcha qaror berdi Prezident Olimpiadasi. Baxtiyorov Barot Bahriddin o'g'li. Para Osiyo o'yinlarida 6 oltin medal qo'lga kiritdi. Kichkina Olimpiada bu. Va nihoyat eng oxirgi nominatsiya
Jahon chempionatida bronza medal qo'lga kiritgan Ferel Filchov Ravshan o'g'limiz. markazida yosh sportchilarni tayyorlash yo'lida olib borgan samarali mehnatingiz, mas'uliyatli faoliyatingiz va kasbiy mahoratingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Sizga mustahkam sog'lik va kelgusi faoliyatingizga yangi yutuqlar tilaymiz. Farmon va Dildora. Keling. Hasanova Gulnora. Saidova. Murodova Gulando. Ergasheva Sevgiliso. Va bizda jonkuyar psixologimiz Jo'bayeva Globa. Bir şeyden beri yaxshi an'ana bo'lyapti. Shu an'anaga sodiq qolganlardan bu yil mana hamma xodimlar, yaxshi narsaga erishgan xodimlar, murabbiylarimiz, boshqalar munosib taqdirlanib kelyapti. Shu davom etsin, hammalarni tabriklayman. Markazimizda yaxshi ishlar o'zini namuna ko'rsatgan xodimlarimizga rahbariyat tomonidan sovg'alarimiz bor. Arzuxonov Ildiz. Markazimizni ta'mirlab, hamma joyni video ishlarida shu yillar ko'rdim. Faqat o'zim premium odishga o'rganimizga, lekin shu bir yil davomida juda ham ko'p yaxshi ko'rsatishlar ko'rsatganlar uchun tabriklayman. Bular Murod aka.
Kanalga videoyu sandalyemiz yaşayanlar için. Bozor, Aslan aka, Kamildan, Gitaz Belamana. Aslan aka, Gitaz Belamana namazda Kamildan böcek'e karamaslar. Teritoriyalardaki daraxtlarni tutashga, yerlarga kirib ketayotgan, o'zlari uylarida qaraydi, videoyingiz bor. Shu ma'qul deb Po'lat Faxriddin Santexnik Santexnik shu nimalar uzilsaga shu tanlaylash vaqtiga taqraganlar uchun video ko'rganlar uchun Nurlayla Gulshan Apaski Ashurova Fayziya Salimova Shahlo Ahrorova Gulora Bo'ronova Zulayxo Otamurodova Xolisxon Qodirova Ozuda Xeyla Bular markazimizda shu tozaligini qarab yuradigan ayollarimiz videoyu misollar shu uchun o'zimiz charchamaylar shular bor masalan shu ko'chadan keladigan mehmonlarimiz yuzimiz yorug' tozalik uchun rahmat sizlarga turing Fayziya yaxshi ishlagan xodimlarimizga shu bilan birga tashakkurlayman. Yangi sovg'asi ham bor. Ko'ngilni vaqt yo'q. Ochilma rohilar. Olimim Sherali. Sherali. Yaman kelmadim ben Bakaya Jamshid. Fayzi Mirxon. Fayzi Mirxon. Fayzi Mirxon. Fayzi ve Hanifa. Zaripova Anora.
Siz organ olib keling.